$1950 Lacetti keldi. Вообще zo'r holatda. Даже Matiz ham bermaydi puliga, bunaqa holatda. 4 yumshoq baloni holati yaxshi. $3950 shikolatda tonirovka ruxsati ham bor. Tonirovka o'z tortib olgansiz gayigacha. Chexollari koja ekan, tiniq holatda. Motor hadovi korobka yo'q, yaxshi maydafon qo'yilgan. Bagaj. Gaz pas ham yo'q, qiziqarli joyi mexanika. Lyuki bor 1.6. Xo'p, 100 tali metani zapaskalari o'rnida bo'lsa kerak. Orqasi o'ptirasi bor ekan. Holati yaxshi, hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasan, minasan degan mashina. Bittadan like bosib obuna bo'lsa, bundan arzoni hali oldinda. Hozir kapotini ochaman. Xo'p, 1.6 motori, rul gidravlika, aviy sistema, konditsioner, ikkinchi pokoleniya gazi. Holati yaxshi, hech qanaqa rasxoti yo'q. Yili 2006 desa, 2005-yil. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasan, minasan degan mashina. $3950 nomlanga o'tkazib olasizlar faqat oformleniyaga. Like bosib, video tarqatib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.